Assalomu alaykum azizlar, Interester kanalimizni kuzatuvchilari hamda obunachilari. Sizlar bilan bugun juda katta mavzuga qo'l urdik. Real Madridning bugungi kundagi mavzusi. Gap shundaki, Xabi Alonso hamda Real futbolchilari o'rtasidagi o'zaro nizo, Realning Celta Vigoga qarshi 0-2 hisobda mag'lubiyati, Rodrigoga kam vaqt berilayotgani, Fran Garcia hamda Carrerasning qizil kartochka olishliklari, himoyadagi parokandalik, diskvalifikatsiyalar Xabi Alonsoning boshini qotirib yubordi. Doimgidek Kurtua qahramon, Rodrigoning yana maydonda o'ynayotganligi, Xabi Alonsoning qanchalik ishonchiga kirayotganligi, jamoadagi nizolar, kelishmovchiliklar va Viniciusning noroziliklari, uning ustiga Manchester City bilan bo'lgan uchrashuvda 1-2 hisobidagi mag'lubiyat, albatta keyingi xabarlarga ko'ra Xavining o'rniga Zidane hamda Klopp kelishligi. Yana bir bor ta'kidlab aytamiz, Real juda ham qiyin muammolarga duch kelmoqda. Shunisi ma'lumki, keyingi turda Real Alavesga qarshi maydonga tushadi. Hozircha turnir jadvalda Real 2-o'rinda turibdi. Mishmishlar va muammolar girdobiga qolgan Xabi Alonso, ko'ramiz vaqt davomida qanday yechimlar va sinovlarni yengib o'ta oladi. Real doimgidek bizning diqqat markazimizda bo'ladi.